Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam sizni hayratga solishi aniq. Bu voqea 2018-yil AQShning Pensilvaniya shtatidagi Pittsburg degan kichkina shaharchasida sodir bo'lgan. Jerom va Ashli Kennedilar yosh oilalardan biri edilar. Ular yaqinda farzandli bo'lishgan va o'z uylarida ota-onalikning shirin tashvishlari bilan ovora edilar. Ular Pittsburgning 2 qavatli uylaridan birida yashashar. Ashli bola tarbiyasi bilan ovora bo'lsa, Jerom uydan turib ishlagani uchun ular ko'pchilik vaqtini uylarida o'tkazishardi. Ularning 1 yoshga kirgan qizalog'i hali kichkinaligi uchun ular bilan bir xonada uxlardi. Biroq 2018-yilning yoz oylariga kelib, tinch, shinam uylari ularni qo'rquvga sola boshladi. Hammasi tunda, g'alati shovqinlardan boshlandi. Aynan ular yashayotgan yotoqxonaning tepasida chordoq bor edi. Lekin uy kattaligi sababli Jerom va Ashli chordoqdan foydalanishmas edi. Jerom boshida bu shovqinlar chordoqdagi sichqon yoki kalamushlar chiqaryapti deb o'yladi. Biroq shovqin tobora kuchayib borardi va endilikda har kecha bezovta qilishni boshlagan edi. Er-xotin kemiruvchilarga qarshi zahar sotib olishdi, biroq bu foyda bermadi. Vaqt o'tishi bilan ular bu shovqinlarga o'rganib ham qolishdi va ahamiyat bermay qo'yishdi. Biroq kunlarning birida Jerom chordoqdan nafaqat shovqin, balki qanaqadir miltirovchi sharpa ko'rib qoldi. U juda ham qo'rqib ketdi va darhol chordoq eshigini ochib ichkariga qaradi. Biroq u hech narsa ko'rmadi. Kechasi bilan uxlolmagan Jerom tong otishi bilan yon qo'shnisi Robert Havrillaning uyiga bordi. Unga bo'lgan voqeani aytib berganda, Robert kulimsirab unga qo'rqmasligini, shovqinni kemiruvchilar keltirib chiqarayotganini va undan tashqari u ham uyda ta'mirlash ishlarini olib borayotganini aytdi. Biroq Jerom o'zini aqldan ozayotganday seza boshladi. Shu onda uning xayoliga chordoq va yotoqxonaga yashirin kamera o'rnatish fikri keldi. Birinchi tun ajablanarli tarzda sokin o'tdi va u kameraga hech nima tushmaganiga to'la ishonch bilan kechasi qilingan yozuvni ko'rishni boshladi va kamera qilgan yozuvdan dahshatga tushdi. Kamera yozuvlarida Jerom chordoq bo'ylab emaklagan holda harakatlanayotgan odamni ko'rdi. Uning qo'lida chiroq va devor teshadigan uskuna bor edi. U aynan chaqaloq yotgan to'g'ridan teshik ochib, 1 soatlar atrofida chaqaloq uxlab yotganini kuzata boshladi. Voqeam juda qo'rqinchli burilish qildi, to'g'rimi? Meni qo'llab-quvvatlash uchun va bundanda qiziqarli voqealar olishim uchun albatta podpisatsiya tugmasini bosib, like va kommentariyalaringizni ayamang. Biling, siz ayanchli va qo'rqinchli voqealarni emas, balki mening qilgan mehnatimni baholaysiz. Siz ham voqeamiz qahramoni kabi bu odamni tanidingiz deb o'ylayman. Ha, to'g'ri. Bu Jeromning yon qo'shnisi Robert Havrilla edi. Shu onda Jeromni nafrat va jahl qamrab olgandi. To'g'ri, Robert ularning oilasiga hech qanaqa zulm qilmagandi. Biroq shu paytgacha kimdir uxlab yotganini va ayniqsa farzandini kuzatib turganini tan olishning o'zi uni vahimaga solardi. Eng dahshatlisi esa Jerom shovqinlar 2 oy boshlanganini va Robert ularni shu 2 oy mobaynida kuzatganini anglagani bo'ldi. U qaysi maqsadda bu ishni qilgani, uning asl motivasi nimada ekanligini bilmasligi edi. Albatta Jerom darhol politsiya bilan bog'lanib, ularni uyiga chaqirdi. Politsiya Robert Havrillaning uyini batafsil tekshirganda, Robert ularni ajratib turgan devorni ataylab buzib, nafaqat uy tomini, balki devorlarni ham teshib, ularni kuzatgani aniq bo'ldi. Robertda bu oilaga bo'lgan qiziqish ular farzandli bo'lganlaridan so'ng paydo bo'lgan degan xulosaga keldi politsiya. O'sha kuniyoq Robert Havrillaga birovning tinchini buzganligida ayblov qo'yilib, hibsga olindi. Biroq sudda Robertning advokatlari uni oqlash yo'lini topishdi. U bu ishni umri davomida 1 marta qilganini, uyda ta'mirlash ishlari olib borayotganda devorni sindirganini aytishdi. Sud Robert Havrillani 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Biroq Kennedilar oilasi bu qarordan butkul norozi edilar. Chunki 5 yillik jazo shartli muddat asosida edi va Robert Havrilla o'sha kuniyoq sud zalidan ozod qilindi.
Bu voqea qandaydir ayanchli yoki qotillik bilan tugamagan bo'lsa-da, chuqurroq o'ylab qarasangiz, bunaqa odamlarning asl niyati nimada ekanligi o'ylantirib qo'yadi. Balki Jerome Kennedy kamera o'rnatmaganida voqea fojia bilan tugardi. Nima bo'lganda ham, internetdan olingan oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Taylor Avenue ko'chasidagi 524-uy 2014-yildan buyon hech kimga sotilmagan. Demak, ikki oila ham hozirgacha qo'shni sifatida o'sha yerda istiqomat qiladi.